Ikkinchi trimestr homiladorlikda eng zo'r trimestr hisoblanadi. Ya'ni men yaxshi ko'rgan trimestrlardan bittasi. Ayol bunda o'zini yaxshi his qiladi. Bu trimestrimizda ayollarda o'zi toksikozlar o'tib ketgan bo'ladi. Norma holatda homila yaxshi o'sishni boshlaydi, ayolda qorinchasi paydo bo'ladi, ayol o'zini yengil his qiladi, qorni bilan faxrlanadi. Bu davrda biz nimalar qilishimiz kerak? Bu davrda har bir ayol to'liq tekshiruvdan o'tishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yuraklar EKG'sini bajargan bo'lish kerak bo'ladi. Oyoq venalarini, dopplerografiyalarni qildirish kerak bo'ladi. Qon tahlillarini, o'sha barcha turlar homiladorlar uchun kerak bo'lgan tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi. Va eng muhimi, bolajonimizning xavfsizligini ta'minlash uchun ikkinchi skrining tekshiruv, ya'ni EKG serдца плода deymiz. Bolajonimizning yurakchalarini tekshirish srogi hisoblanadi. Bu srogimiz. Ya'ni bu srokda biz nimalar tekshiramiz? Ya'ni bolamizning yurakchasida nuqsonlar bor yoki yo'qligini, bosh miyada mozolistli tela to'g'ri shakllanib kelayotganligini, bosh miya strukturalari joyidaligi, ko'krak qafasi a'zolari, qorin bo'shlig'i, qo'l oyoqlari joyidaligi va bola atrof suvlarini to'g'ri baholanadi va ayolli bolani holati haqida mukammal informatsiyaga ega bo'ladigan srok hisoblanadi. Bu davrda xatarlilik holati nimada? 22-20 hafta oralig'ida yurak nuqsonlarining murakkab turlari ham aniqlanib qolishi mumkin bo'ladi bu srokda. O'sha uchun bu srokda propustit qilib bo'lmaydigan srok hisoblanadi. Ya'ni bizni o'zbekcha tilida yurak ko'radigan srok ham deb aytiladi. O'sha uchun qizlar homiladorlikda bexatar o'tishini xohlasanglar, o'zlaring uchun har doimgi gapim, zo'r ginekolog topinglar va yaxshi ultrazvuk vrach va laborator daniylarni to'g'ri olib borish va o'z xotirjamligingizni ta'minlashga harakat qilishingiz kerak. Har doimgidek hayot obraz жизньni yaxshilaylar. O'zlaring uchun qulay aura muhiti yaratinglar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha o'z vaqtida tekshiruvlardan o'tib turinglar. Uchinchisi, juda kuchli nagruzka berib harakat qilmanglar, ya'ni og'ir narsalarni ko'tarmanglar. Eng ko'p qiladigan xatolaringdan bittasi, hozirgi kunda interval kam oraliq bilan tug'yapsizlar-da. 1 yil, 1,5 yil oralig'i bilan ko'pchilik ayollar bu davrda bolani organizmi suyak sistemasi barq urib rivojlanadi, ya'ni kalsiyga, vitamin D ga bo'lgan talab oshadigan davr hisoblanadi. Ko'pchiliklaringiz o'sha bu davrda qiladigan xatolaringiz o'z vaqtida vrachga murojaat qilmaslik, chunki o'zlaring yaxshi his qilib qolgan bo'lasizlar, toksikozlar o'tib ketgan bo'ladi, faqat ultrazvuk bilan chegaralanib qolasizlar, vrachga murojaat qilmaysizlar, hayot obraz жизньlaringni o'tkazaverasizlar. Bu davrda eng ko'p bizada narsa bola o'sishda orqada qolishi, erta muddatda bola o'sishdan orqada qolish belgilari kuzatiladi. O'sha uchun homiladorlikda to'g'ri olib borishni xohlasanglar, hammasi ideal bo'lishini xohlasanglar, albatta bizning klinikamizga, Xadicha Medical klinikasiga murojaat qilinglar. Sizlar bilan malakali vrachlarimiz, malakali uzist vrachlarimiz, ginekologlarimiz va barcha turdagi laborator tekshiruvlar bor. Homiladorlikni Adan Yagacha paydo bo'lishidan boshlab to oxirigacha yakunlab beradi, yechim beradi va tug'gandan keyin ham albatta pediatrlarimizgacha bor. Bolajoningizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Shunday ekan qizlarjonlar, o'zlaringga ehtiyot qilinglar va bizga obuna bo'lishni unutmang.